Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar, otaxonlar. Biz sizlarni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepa qishlog'ida joylashgan sihatgohimizga taklif qilib qolamiz. Biza sihatgohimizda oshqozon, ichak, yurak, jigar kasalliklarini davolaymiz. Yerda tagidan chiqqan issiq mineral suv bilan davolaymiz. Issiq mineral suvni tarkibida bir qancha mikroelementlarimiz mavjuddir. Mana sizlarga hozir men koridorlarni hamda xonalarimizni obzor qilib beraman. Bemalol kelib sanatoriyamizda davolanishingiz mumkin. Hozirgi paytda Ramazon tuhfasi qilib xonalarda davolanishlarni narxlarini biz tushirib qo'yganmiz. Bir kishiga bir kuni davolanishi 200 ming so'm qilib belgilaganmiz. Hozir mana xonamizni obzor qilib beramiz, kelsanglar. Shunaqangi xonalarimiz mavjud. Bu xonamizda hamma sharoitlar bor, mana ko'rib turganingizdek, hamma sharoitlarimiz bor. Kelinglar, biz sizlarni kutib qolamiz.